bo'ldi onampanoh? Sho'rlik boshim. Yana bir bor aytchi, iblismasman de. 100 marta aytdim-ku, kimligimni iblismasman. Dog'ili, uni qilmishi badkirdorlikdan iborat edi. O'zi podshohlik qilib hamma narsaga ega chiqmoqchi bo'ldi. Bu qilmishi uchun o'limga mahkum. Voy o'sir. U itdan tarqagan nima qilyapsan? Davlat yer suvini tarqasan-ku. Unaqada bir qarich yerga zor bo'lasan. Repetitsiya qilyapsiz. Ishonarli o'ynayapsizlar. Shoh ham xuddi o'zi bo'pti. Judayam bo'nshaga o'xshar ekan. Och qoringa ichmaslik kerak. Nahotki. Alo? Militsiya, uyini o'g'ri urgan shpak gapiryapti. Hozir gap o'g'rilik usuri emas. Undan kattaroq ishlar bo'lyapti. Injener Timofeyev uyga haqiqiy tirik shohni olib keldi. Ichadigan odatim yo'q. Uni xanjari bor, xavfli yaroq. Chin so'zim, gapimga ishonavering. Kutaman. Alo, Galchka, g'alati yangilik bor. Buni eshitsang bo'lib qolasan. Ajoyib yangilik. Yaqin ana u qaqildorni tashlab, xoli jolimga qo'ymang, meni olib ketyapti Gagraga. Yo, tavba. Tushunmangimmi? Nimalar bo'ldi? Ivan Grozny, Miroslavskiy. Ha! Meni zina tashlab ketdi-ku.